Counter-Strike muxlislari har doim Valorantni mazax qilishadi, lekin CS2dagi ba'zi bir detallar Valorantdan olinganini bilishmaydi. Siz obuna bo'lib, like bosib qo'ying, men esa buni sizlarga tushuntirib beraman. Eng birinchisi bu raundlar tizimi. CS bilan anchadan beri tanish bo'lganlar yaxshi bilishadi. CS:GO paytida g'alaba uchun 16 ta raund kerak bo'lardi, lekin qarashsa yaqinda chiqqan Valorantda raundlar soni 13 ta. Valve ham CS2da ushbu tizimni qo'llashga qaror qildi. Ikkinchisi buy menu. CS:GO'da sotib olish menyusi dumaloq shaklda bo'lgan. Buni ham eslasangiz kerak. Vaqt o'tib o'yinning ikkinchi qismida esa xuddi Valorantnikidek to'rtburchak jadval shakliga o'tkazishgan. Uchinchisi radardagi ovoz indikatori. Bu feature dushman sizni qanchalik masofadan eshita olishini ko'rsatib turadi. Bu imkoniyatni ham shubhasiz Valorantdan ilhomlanib qo'shishgan. Raqobat yaxshi narsa, chunki aynan Valorant sababli biz kutilmagan lekin kerakli bo'lgan imkoniyatlarga va yangilanishlarga ega bo'lganmiz. Endi faqat anti-cheat tizimini ham xuddi Valorantnikidek qilishsa yaxshi bo'lardi. Izohlarda esa Valorant o'ynaydigan tanishingizni belgilab keting.